Inson hayotida har bir eshikning kaliti bo'ladi. Lekin jannat eshiklarining kaliti mol dunyo ham emas, mansab ham emas. Uning kaliti zikrdir. Bugun ana shu jannat kaliti bo'lgan zikr haqida qisqacha, ammo chuqur ma'no bilan so'z yuritiladi. Kim Allohning zikrini ixlos bilan aytib yashasa, uning qalbida qo'rquv kamayadi, umid ortadi va Allohga bo'lgan yaqinlik oshadi. Zikr bu faqat til harakati emas, balki qalbning Alloh bilan suhbatidir. Zikr qilingan uyda baraka bo'ladi, zikr qilingan qalbda nur bo'ladi. La havla va la quvvata illa billahi min kunuzil jannah. La havla va la quvvata illa billahi jannatning xazinalaridandir. An Abi Musa radhiyallohu anhu qol: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في أقبة أو قال في ثنية، فلما علا عليها رجل نادى فرفع صوته: لا إله إلا الله والله أكبر. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ثم قال: يا أبا موسى أو يا عبد الله، ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الأربعة. أبو موسى رضي الله عنه دان رواية qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir tepalik yoki dovonga chiqa boshladilar. Uning ustiga chiqilganda bir kishi baland ovoz bilan La ilaha illalloh, Allohu akbar dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xachirlarini ustida turib, sizlar kar yoki g'oyib zotga duo qilayotganingiz yo'q. Ey Abu Musa yoki ey Abdulloh, senga jannat xazinasidan bo'lgan kalimaga dalolat qilaymi? Dedilar. Ha, dedim. La havla va la quvvata illa billahi dedilar. To'rtovlari rivoyat qilishgan. Sharh: La havla va la quvvata illa billahining ma'nosi o'zgarish ham, quvvat ham faqatgina Alloh ila bo'lur demakdir. Kim ixlos bilan la havla va la quvvata illa billahini aytib yursa, jannatning xazinasiga ega bo'lar ekan. وللترمذي: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. Tirmizining rivoyatida yer yuzida biror kishi la ilaha illalloh vallohu akbar va la havla va la quvvata illa billahi desa, albatta uning xatolari agar dengizning ko'pigicha bo'lsa ham kafforat qilinadi deyilgan. Sharh: la havla va la quvvata illa billahini aytib yurgan kishining gunohlari ham yuvilar ekan. عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن أباه دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، فقال: فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم وقد صليت فضربني برجله وقال: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. Qays ibn Sa'd ibn Ubada radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Otalari u kishini Nabiy sallallohu alayhi va sallamga xizmat qilish uchun topshirdilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam mening oldimdan o'tdilar. Namozni o'qib bo'lgan edim. U zot meni oyoqlari bilan turtib, seni jannatning eshiklaridan bir eshikka dalolat qilaymi? dedilar. Ha, dedim. La havla va la quvvata illa billahi dedilar. Demak, sharh:
Demak, la havla va la quvvata illa billahi jannatning eshiklaridan biri ekan, shuning uchun uni ko'p aytib yurmoq kerak. وقال صفوان بن سليم رضي الله عنه ما نهض ملك من الأرض حتى قال لا حول ولا قوة إلا بالله. Safvon ibn Sulaym radhiyallohu anhu dedi: hech bir farishta la havla va la quvvata illa billahi demasdan turib yerdan ko'tarilgan emas. Sharh: qay bir farishta osmonga chiqar bo'lsa, albatta la havla va la quvvata illa billahini aytmog'i shart ekan. Uni aytmasa osmonga chiqa olmas ekan. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga la havla va la quvvata illa billahini ko'proq ayt. Albatta u jannatning xazinalaridan bir xazinadir dedilar. Sharh: demak, kim jannatning xazinalaridan biriga ega bo'lmoqchi bo'lsa, la havla va la quvvata illa billahini ko'proq aytishi kerak ekan. وقال مكحول رضي الله عنه فمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجأ من الله إلا إليه كشف الله عنه 70 بابا من الضر أدناهن الفقر. روى هذه الثلاثة الترمذي. مكحول رضي الله عنه dedilar: kim la havla va la quvvata illa billahi ولا منجأ من الله إلا إليه desa, Allah undan 70 zararning eshigini yopadi. Ularning eng kichigi faqirlikdir. Uchovini Tirmiziy rivoyat qilgan. Sharh: kim o'zidan zararlarni uzoq bo'lishini istasa, la havla va la quvvata illa billahi va la manja'a min Allohi illa ilayhi deb aytsin. La havla va la quvvata illa billahini ulamolarimiz qisqa qilib havqala nomi bilan ataganlar. Ya'ni la havla va la quvvata illa billahining turli so'zlaridan ba'zi harflarni olib havqala hosil qilingan. Imom Navoiy la havla va la quvvata illa billahining ma'nosi haqida Imom Muslimning sahihlariga yozgan sharhlarida bunday deganlar: Abul Haysam havl harakat ma'nosidadir. Shunda umumiy ma'no Allohning xohishisiz hech bir harakat ham quvvat ham yo'q degani bo'ladi deb aytgan. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bunday deganlar: la havla va la quvvata illa billahining ma'nosi Allohning saqlovisiz, u zotning ma'siyatidan burilish yo'q, o'zining yordamisiz u zotning toatiga quvvat yo'q deganidir. 4 mazhab ulamolari azonda hayya alas sola, hayya alal falah kalimalarini aytirganda la havla va la quvvata illa billahi deyish mustahabligini ta'kidlaganlar. Bu haqda Nabiy sallallohu alayhi va sallamning hadislarida ko'rsatma berilgan. Shuningdek, qiyin holga tushganda, bemor bo'lganda, biror narsadan ajablanib, unga ko'z tegishidan qo'rqqanda, bir narsadan shumlanganda, uydan chiqayotganda, kechasi uyg'onib ketganda, har namozdan keyin havqalani aytish mustahabdir. La havla va la quvvata illa billahi 99 dardga davodir. U qalbga tushgan g'am anduhlarni daf qiladi. Imom Tabaroniy va Hokim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam bunday deganlar: kim la havla va la quvvata illa billahini aytsa 99 dardga davo bo'lur. Eng yengili g'amdir. La havla va la quvvata illa billahi bandaga berilgan ne'matni muhofaza qilish va undagi yaxshilik va fazilni boqiy qoldirish yo'lidir. Imom Tabaroniy Uqba ibn Amir radhiyallohu anhudan rivoyat: kimga Alloh ne'mat bersa-yu
u bu ne'matni o'zida boqiy qolishini istasa, la havla va la quvvata illa billahini ko'p aytsin deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalari la havla va la quvvata illa billahi ila mushkul kushoyish bo'lishini va balo ofat dab bo'lishini o'z tajribalarida sinab ko'rganlar. Ibn Kasirning tafsirida va Imom Suyutining Ad-Durrul Mansur nomli tafsirlarida Muhammad ibn Ishoq va ibn Abi Hatimdan quyidagilar rivoyat qilinadi. Malik al-Ashja'i Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib, o'g'lim Avf asirga tushib qoldi dedi. Unga odam yuborib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam senga la havla va la quvvata illa billahini ko'p aytishni amr qilmoqdalar degan xabarni yetkaz dedilar. Xabarchi borib, unga haligi gapni yetkazdi. Avf tinmasdan la havla va la quvvata illa billahini aytishda bardavom bo'ldi. Uning o'g'lini qayish bilan bog'lab qo'yishgan edi. Qayish undan yechilib tushdi. U chiqib qarasa bir tuya turibdi. Uni minib oldi. Tashqariga chiqib qavmning qo'rasini ko'rdi va u yerdagi bor jonliqni haydab ketdi. Ota-onasi uning kelganini eshik oldida kelib chaqirgandagina bilib qoldilar. Otasi xursand bo'lib, Ka'bani Robbisi ila qasam Avf dedi. Onasi esa voy sho'rim, Avf qayishda bog'lanib azob chekibdi dedi. Ota bilan xodim uning oldiga shoshib bordilar. Qarasa Avf hovlini tuyaga to'ldirib yuboribdi. U otasiga bo'lgan voqeani aytib berdi. Otasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga borib, Avf va tuyalar haqidagi xabarni berdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni nima xohlasang o'shandoq, o'z tuyangga nima qiladigan bo'lsak shundoq qil dedilar. So'ng Taloq surasidagi kim Allohga taqvo qilsa, uning yo'lini ochib qo'yadir va unga o'zi o'ylamagan tarafdan rizq beradir. Kim Allohga tavakkul qilsa bas, unga u zotning o'zi kifoyadir oyati nozil bo'ldi. La havla va la quvvata illa billahini ko'p aytish faqirlikni daf qiladi. Ibn Abu Dunyo Asad ibn Vado'dan rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kim har kuni 100 marta la havla va la quvvata illa billahini aytsa, unga faqirlik yetmas deganlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhuning hadislarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kim uni aytsa, Alloh undan zararni 70 eshigini kashf qiladi. Eng yengili faqirlikdir deganlar. Tillarimiz doimo zikrda bo'lsin. Qalbimiz Allohni eslab yursin. Chunki zikr jannatga olib boruvchi eng qisqa va eng ishonchli yo'ldir. E'tiboringiz uchun rahmat. Allohga omonat bo'linglar.